Keyingi masalamiz progressiya mavzusiga doir. Bunda arifmetik progressiyada agar 3-xat, 1 hamda 2-xatlari ko'paytmasiga hamda 1, 2, 3-xatlari ko'paytmasi 384 ga teng bo'lsa, S10 ni toping deb shart berilgan. Xo'sh, kechirasizlar, mana bu yerda ko'paytmasi emas, yig'indisi ekan. Ya'ni bu plus A2 ekan. Xo'p, bunda nima qilamiz? Qaranglar, birinchi o'rinda mana bu eng yuqoridagi ifodaga e'tibor beringlar mana. A3 barobar A1 plus A2, to'g'rimi? Shuni soddalashtirib olaman. A3 ni o'zini biz A1 qo'shilgan 2 D desak bo'ladi. Buni A1 qo'shilgan mana bu A2 ning o'zini biz A1 plus D desak bo'ladi. Bunda qaranglar. Mana bu A1lar qisqargan taqdirda D ni bo'lsa chap tarafga olib o'tsam, demak A1 qiymati D ga teng bo'lib qoladi. Tushunarli? Ya'ni birinchi xatning qiymati bu o'sha arifmetik progressiyani ayirmasiga teng ekan. Endi ikkinchi mana bu ifodamizdan foydalanamiz o'quvchilar. Bizda bitta arifmetik progressiyada bilsangizlar xossa bor. Yo'q, to'xtanglar. Undan foydalansak, menimcha ishimizni ko'paytiramiz. Chunki hozir bu yerda bo'ldi. Oson ekan, qaranglar. A1 ko'paytirilgan A2 ni o'rniga A1 plus D ni qo'yamiz. Kara A3 o'rniga A1 plus 2 D ni qo'yamiz. Tushunarli? Teng 384 o'quvchilar. Mana bu A1lar o'rniga men D ni qo'yib yuborsam bo'ladi. Shunda D ko'paytirilgan 2 D ko'paytirilgan 3 D bo'ladi o'quvchilar. 384. Xo'p, demak 6 D ni kubi barobar 384 bo'lsa, 6 bilan 384 qisqarsa 64 bo'ladi. Bundan kelib chiqadi D ni kubi barobar 64 bo'lib, D ni qiymati 4 bo'ladi o'quvchilar. Demak, bundan kelib chiqadi birinchi qadam 4. Bizga S10 kerak. 2A1 kara 2A1 plus n minus 1 kara D taqsim 2 kara n bilamiz formulasini. Demak, 2 kara 4 8 qo'shilgan n o'rniga 10 qo'yamiz. Shunda bu 9 kara 4 bo'ladi. Taqsim 2 kara 10. 2 bilan 10 qisqaradi, 5 hosil bo'ladi. Xo'p, bu 36, 36 ga 4 qo'shsak 44, 44 kara 5 o'quvchilar 220 bo'ladi. Bu arifmetik progressiyaga doir masalamiz ham barchaga tushunarli bo'ladi degan umiddaman o'quvchilar.